Xabaringiz bor, 5-iyundan boshlab yurtimizda abituriyentlar uchun davlat oliygohlariga kirish uchun qabul boshlangandi. Shu sababli bugun barcha abituriyentlar bilishi shart bo'lgan 5 ta eng muhim faktlarni keltirib o'tamiz. Diqqat qiling, bu sizning o'qishga qabul qilinish imkoniyatingizni yanada oshirishi mumkin. Assalomu alaykum. Oliygoh.uz ta'lim loyihasi YouTube platformasida ta'lim sohasida eng muhim ma'lumotlarni yetkazib borishni boshladi. YouTube kanalimiz orqali ta'limga oid eng muhim yangiliklarni kuzatib borasiz. Hozir esa sizga bu yilgi qabulga doir eng muhim top 5 ta ma'lumotni keltirib o'tamiz. Birinchi ma'lumot: qabul jarayoni endi 2 bosqichda amalga oshiriladi. Prezident farmoniga ko'ra, o'tgan yildan boshlab qabul jarayonlari avval test, keyin tanlov tamoyiliga muvofiq quyidagi 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich: abituriyentlar 5-iyundan 25-iyunga qadar test sinovi topshirish uchun ro'yxatdan o'tishadi. Bunda abituriyentlar faqat test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi, ta'lim tili va test topshirish hududini tanlaydi. Diqqat qiling, universitet tanlanmaydi. Siz faqat qayerda va qanday fanlardan test topshirishingizni belgilashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqich: abituriyentlar test sinovlari to'liq yakunlangandan so'ng 15 kun davomida oliy ta'lim muassasasi, ta'lim yo'nalishi va ta'lim shaklini tanlaydi. Ya'ni o'zining olgan balliga qarab testlar o'tib bo'lgandan keyin qaysi oliygohning qaysi yo'nalishga topshirishini tanlaydi. Sizda o'ylab olish, tahlil qilish uchun 15 kun vaqt bo'ladi. Ikkinchi ma'lumot: agar kirish imtihoningiz ijodiy imtihon bo'lsa, ushbu imtihonni topshiradigan universitetni tanlashingiz kerak. Bunda aynan o'zingiz kirmoqchi bo'lgan oliygohga borib, ijodiy imtihon topshirish shart emas. Masalan, kimdir O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetiga kirmoqchi bo'lsa, unda ijodiy imtihonni istalgan hududda, aytaylik, Buxoro yoki Andijonda topshirsa ham bo'ladi. Uchinchi ma'lumot: agar siz oldingi yillarda bitirgan abituriyent bo'lsangiz, test uchun 187.500 so'm to'laysiz. To'lovni 25-iyungacha bo'lib to'lash ham mumkin. Undan kechiksangiz testga kiritilmaysiz. To'rtinchi ma'lumot: agar sizda tanlovingizni o'zgartirish fikri paydo bo'lib qolsa, sizda 25-iyungacha imkon bor. Keyin esa hech qanday o'zgarish kiritib bo'lmaydi. Beshinchi ma'lumot: imtihonlar iyul-avgust oylarida o'tkaziladi. Aniq sana esa davlat imtihon markazi tomonidan alohida e'lon qilinadi. Biz esa bu haqda ham sizga birinchi bo'lib xabar beramiz. Bu 5 ta faktni bilish sizga kirish imtihonlarida ustunlik beradi. Yana shu kabi abituriyentlar uchun foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang va do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Qabul jarayonlari bo'yicha sizni o'ylantirgan muammoli savol bo'lsa, kommentariyada izoh qoldiring. Savollaringizga malakali mutaxassislardan albatta kerakli javoblarni olasiz. Oliygoh.uz sizga yordam berishda davom etadi.